Sinf tekislaning Roslan Erkin. Va alaykum assalom, hurmatli o'quvchilar. Sizni darsimizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi darsimizni siz bilan boshlaymiz, hurmatli va biz uchun qadrli bo'lgan aziz 9-B sinf. Bugun siz bilan biz gimnastika darslarini davom ettirgan holatda bugungi asosiy mavzuyimiz gimnastikada 2 marta oldinga o'mbaloq ochgan holatda kuraklarda turish texnikasini takomillashtirish. Buni siz bilan bevosita tanamizni o'sha yugurib, qizdirib olib, umr rivojlantiruvchi mashqlarni bajarib, so'ngra asosiy qism sari otlanamiz. Hozir guruhimizda hamma to'liqmi? Hech kimda sog'ligida muammo yo'qmi? Muammo yo'q, ha? Hammamiz darsga tayyormiz. Unaqada vaqtimizni ketkazmaymiz. Guruh 10 ga 10 yelka bo'ylab oldinga qadam bos. O'quvchilar shetni tagidan boshlab sekin-asta yengil yugurish mashqlariga o'tamiz. Boshladik. Yaxshi. Ana endi tanani o'ngga va chapga almashib tomonlarni, albatta darsda kayfiyat juda ham muhim. Yetishib olamiz qizlar. Orqa tomon bilan qizlar yo'nalishni to'g'ri olamiz, hushyor bo'lamiz. To'g'ri yugurishga o'tdik. Yana bir aylana tezlikka yuguramiz. Bor tezligimiz bilan. Sekin asta yugurishdan yurish holatiga o'tamiz va nafas olish qoidalariga rioya qilgan holatda burunda nafas olib, og'izda chiqaramiz. Bir-birimizga yetishib tezroq. Yaxshi, barakalla bolalar. Birinchi to'rtlik, ikkinchi to'rtlik, uchinchi va to'rtinchi to'rtliklarni shakllantirib turib olamiz. Tekis liniyani olamiz. Oyoqlar yelka kengligida, qo'llarimiz belda. Dastlabki holat boshlarimizni o'ng tomonga 3 marta, chap tarafga 3 marta aylantirishdan boshladik. Mashq davomiyligi 3 martadan. Yaxshi, barakalla, mashq tamom. Keyingi mashqqa o'tdik. Oyoqlar dastlabki holat joyida turibdi. Boshlarni oldinga va orqaga, o'ngga va chapga. Yaxshi, mashq tamom. Keyingi mashq qo'llar yelka tekisligida, bir tekis holatda, pastga tushirib yubormagan holatda qo'llarni ochib yopamiz. 2, 3, 4. Yaxshi, mashq tamom. Keyingi mashq qo'llarni yuqoriga va pastga harakatlantirgan holatda navbatlab boshladik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yaxshi, barakalla, mashq tamom. Keyingi mashq qo'llar oldinga cho'zilgan, tanani o'ngga va chapga maksimum burgan holatda ketdik. Mashqni bajarish bilan birgalikda gavdani orqaga parallel ravishda egamiz. Yaxshi, barakalla. Keyingi mashq qo'llarimiz belda. Belni keng amplitudada aylantirishga o'tdik. O'ng tarafga 3 marta, chap tarafga 3 marotaba. Yaxshi, mashq tamom. Keyingi mashq yon tomonga gavdalarimizni ekkan holatda bir tekisda dastlabki holat o'ng tarafdan boshladik.
Yaxshi, mashq tamom. Oyoqlarimiz juft holatda. Qo'llar bir-biriga kiyilgan zanjir holatida 1, 2, 3 mashqini amalga oshiramiz. Birinchisi 1, 2, 3. Qani mustaqil bajaramiz o'quvchilar. Qo'l tegishi oyoqqa bu juda ham muhim omil. Tizzalar bukilmasligi ham muhim. Yaxshi. Keyingi mashqqa o'tdik. Qo'llar oldinga cho'zilgan. O'ng tomonga barchamiz rastyachka mashqini bajaramiz. Qani boshladik. Gavdani tik tutgan holatda, qo'llar bir tekis. Almashdik tomonlarni. Almashib, o'ng, chap, o'ng, chap, o'ng, chap. Barakalla. Mashqni yonga bajaramiz. Qani ketdik. Almashtirdik tomonlarni. Yaxshi, mashq tamom. O'zimizni qo'lga olamiz. Oyoqlar juft holatda. Tizzalarni o'ng tarafga 3 marta, chap tarafga 3 marta aylantirgan holatda bajaramiz. Yaxshi, barakalla. Yigitlarimiz juda ham yaxshi, chiroyli ravishda bajarishyapti. Keyingi mashq o'ng oyoqda 5 marotaba, chap oyoqda 5 marotaba, juft oyoqda 10 marotaba baland sakraymiz. Qani boshladik. Yaxshi, barakalla. Ana endi barchamiz nafas mashqi bilan rivojlantiruvchi mashqlarni yakuniga yetkazamiz. Qani 4-5 marta chuqur, erkin holatda nafas olib, pastga engashgan holatda nafasimizni chiqaramiz. Yaxshi. Mashqimiz tamom. Ana endi barchamiz asosiy qism sari otlanamiz.